O'tgan safar tavsiya qilingan kitobni kim o'qidi? Eshitdik? Aha. Boshini. Sabab? Aha. Eshitmaganinglarga asosiy sabab nima? Yo'q. Nega vazifani qilmading deymiz, ha? Qiziq tomoni. Xo'p, o'tgan safargi darsdan olingan xulosani qanday ishlata oldinglar? 30%? Qanday? Shaxsiy chegara. Aha. Shaxsiy chegara belgilab, keyin uni tashlab chiqarish oddiy odam ustozlar degan. Xo'p, zo'r ekan? Maza qildingizmi? Xo'p, yana kim ishlata oldi? Aha. Yomon ishladimi? Yomon ham ishladimi? Davomi to'xtab qoldimi? Yaxshi, yana. Xo'p, qanday foyda berdi? Ajoyib, yaxshi. Aynan shu narsa kerak edi. Yana kimda nima? Keyin qiziqarli savollar. Qiziqarli darsni o'sha mavzu bo'yicha qiziqarli savollar bo'yicha. Ular uchun moslashtirib. Nima o'zgardi? Ancha misol uchun shovqinli bo'lsa, ozgina bo'lsa ham shovqin pasayadi. Qoyil. Aynan sizda bu o'zgarish bo'lishi meni hayron qoldirdi. O'tgan safar qilichingizni chiqarib chopishga tayyor turdingiz-ku mana. Yana kimda nima o'zgarish, kimda nima ishlata olish? Yaxshi. Esinglarda bo'lsa, 5 xil sezgi organi haqida gaplashgan edik, to'g'rimi? Xo'p. Nech foizini ko'ramiz, nech foizini eshitamiz, hid tam nech foiz degan edik? 70%. Xohish 70%, qo'rquvimiz 1%, xayriya 1%. Umumiy holatda 1%ni qabul qilinmaydi. Endi buning ichida birinchisi xohish ba'zan almashib qoladi, ikkinchisi qo'rquv, uchinchisi kayfiyat. Kayfiyatga bog'liq bo'lgan narsalar edi. To'g'rimi? Savol. Bular qayoqdan keladi? Qo'rquv, xohish, kayfiyat. Mana shu joyda ajoyib narsa bizda ochilishni boshlaydi. O'rtada ko'p narsalari bor, lekin biz chuqurroq o'tib ketaveramiz. O'rtadagi narsalarga ko'proq e'tibor bermasdan. Insonni nechta oyoqda turadi? Точно? Bitta oyoqda ham turadi. Lekin harakatlanish uchun ikkita kerak. Nimaga ikkita? Yaxshi. Insonni bitta oyog'i yo'q bo'lsa yoki ikkita oyog'i yo'q bo'ladigan bo'lsa, qanday holatda bo'ladi? Harakatlanishi. Xuddi shu ikkita oyog'ida turgandagi inson 9 ta ehtiyojini ustida turadi. Insonni umumiy ichki olami 9 ta ustuni bor. Mana shu 9 ta ehtiyoj uchun yashaydi, 9 ta ehtiyoj uchun harakat qiladi, shu 9 ta ehtiyoj uchun pul topadi, shu 9 ta ehtiyoj uchun harakat qiladi.
faqat mana shu narsa uchun qiladi. Agar sizlar o'quvchilarga kerakli narsani yetkazmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bu 9 ta ehtiyojni qaysi biri o'quvchingizda yoki o'quvchilaringizda eng muhim darajada turganini bilib olishingiz shart. Ehtiyoj. Insonning ehtiyojlari. Xo'p, kim bu haqda ozgina bo'lsa ham ma'lumoti bor? Darsimizda qatnashgan, audiomizni eshitgan bo'lsalar jim turinglar. Ha? Uka kelmadilar? Xo'p. Qanday ehtiyojlari bor insonni? Moddiy va ma'naviy ehtiyoj. Hammasi nafsga borib qadalsa kerak. Qayerga? Nafsga. Nafsga borib qadaladi, bu aniq, lekin xizmat qiluvchi hamma narsalar. masalan bu umumiy gapda bu. Qayerga ketyapsan? Mana shu yoqqa ketyapman. Bu hech narsani bildirmaydi-da. Yo'q, hozir men aynan kirib borish yo'lini sekin axtaryapman-da. Axtaring. Yo'q, masalan, tanilishga, xohishga. Yashang, yaqin keldingiz. Yana birinchisi tan olinish xohishi. Eng birinchisi tan olinish xohishi. Kelinglar, dash boshqacharoq qilsak bo'ladi-da bunichi. Tan olinish xohishi bor-ku. U asli hozir men 9 ta ehtiyojni ochib o'rgan edim. Tushunarli bo'lishi uchun asli holatini ko'rsatib beraman. Hammasini qanday bo'ladi? Hammasini onasi. Bu yashaganda. Tan olinish ehtiyoji insonning ichki dunyosini 85% quvvatini o'ziga resurs qilib ishlatadi. Bu degani, shunday ertalab uyg'ondingiz, 85% oqib ketib bo'ldi. Agar bu ehtiyojni to'g'ri sozlamagan bo'lsangiz. Tushuntira oldimmi? Qo'rquv, xohish, kayfiyat hammasi mana shunchaga kirib ketadi. 85% ketdimi, siz taxminan 15% kuch bilan kun davomida yurasiz, ishlaysiz, pul topasiz, harakat qilasiz, biror narsaga erishasiz. Endi diqqat bilan e'tibor beringlar. Haqiqatdan boy odamlar bilan kim o'tirib gaplashib, ular bilan uchrashgan? Haqiqatdan boy. U anaqa boyga o'xshagan emas. Haqiqiy boy. Pul jihatdan ham, bilim jihatdan, o'zi pul jihatdan boy odamlar bilim jihatdan boy bo'ladi. Ko'pincha o'zidan boyni yasaganlar bilimi kam bo'ladi. Boy, haqiqatdan boy odamlarda bilimi juda ko'p bo'ladi odatda. Qanday xususiyatlari bor ularni? Yashang. Oddiy bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Samimiy bo'ladi. Ichki xotirjamligi bor. Ular bilan muomala qilsangiz, agar to'g'ri yetib bora olsangiz, o'zi ko'pincha e'tibor bo'lmaydi. Yetib bora olsangiz oddiy gaplashadi. Undan xafa bo'lasizmi, xafa bo'lmaysizmi? Norozi bo'lasizmi? Ko'pincha ularga unchalik ham qiziq emas. Demak, mana shu quvvatni ular o'zini yo'liga nima qila olgan? To'g'rilay olgan. Atrofdagilar undan xafami, yo'qmi, qiziq emas. Ana bir kun bitta ayol shunday eshikni ochibdi-da, uyga kirib yig'lab, dod deb yig'lab kiribdi. Eri, "Ha, tinchlikmi?" desa, "Ana to'g'rimizdagi qo'shnimiz bor edi" debdi. "Ha, o'sha tug'ib qo'yibdi" debdi. Hop, eri yo'q edi, o'zi yashar edi, tug'ib qo'yibdi. Hop, bu uni muammosi. "Yo'q, u sizdan tug'ibdi" debdi. Desa, "Bu meni muammoyim" debdi.
Haligi ayol yig'lab, endi qanday yashayman desa, bu seni muammoing. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Bu kulgili. Lekin bizda mana shu narsani o'rniga nima bor? Hammani muammosini o'zimizga olamiz. Asosiy maqsadimiz nima? Tan olinishga nimalar kiradi? E'tirof. Yo'q. Obro', xo'p, e'tirof kirib ketadi endi shu narsalarga. Yana. Men yaxshi odamman, men yaxshi ayolman, yaxshi erkakman, yaxshi onaman, yaxshi otaman. Meni qizil diplomim bor. Men 5 ga bitirganman. Men ingliz tilini bilaman. Men IELTSdan 8,5 olganman. Mamdagi mashinam bor. Mana bu joyda uyim bor. Mamdagi yashayman, falonchilar bilan tanishman. Qara rasmga tushib o'sha bilan profilimga qo'yib qo'yganman. Bularni hammasi tan olinish. Ya'ni umumiy hisobda menlikni onasi mana shu tan olinish ehtiyoji bo'ladi. Bu degani sizlarni o'quvchilarni hammasida zavodskoy nastroykada tan olinish ehtiyoji bor. Va bilingki, narigi o'sha o'quvchingiz sizga nisbatan ataylab na prinsip nimalardir qilyaptimi? Qandaydir harakatlar qilyaptimi? Demak, siz uni tan olmayapsiz. Uni kimligini, ayol erkakligini, yoshini, sinfdagi statusini va ko'pincha o'qituvchilar uzr, lekin bor gap biz o'zimiz maqsadimiz tan oldirish bo'ladi xolos. Na ilm berish emas, na foyda keltirish emas, na unga to'g'ri yo'l ko'rsatish emas. Bizni tan olsa bo'ldi. Bizni tan olsa bahosi 5. Tan olmasa 8 ga o'qimaydimi? Bahosini qanaqa qo'yamiz? Tushunyapsizlar? Demak, tushunishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa har bir insonda tan olinish ehtiyoji bor. Bu ehtiyojni faqatgina juda qattiq ilm olib, o'zini ustida ishlagan odamlargina to'g'rilay oladi. To'g'rilagan odamlar ham moddiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan, ham xotirjamlik jihatdan, ham sog'lik jihatdan, ham aqliy jihatdan o'ta darajada tez o'sib ketadi. Mana shu narsalar esingizda bo'lsin. Demak, birinchi ehtiyojimiz tan olinish ehtiyoji. Ikkinchisi, nima deb o'ylaysizlar? 9 ta bor bunaqadan. Yana 8 ta qoldi. Qo'rquv bunda tan olinishda. Tan olinmay qolsam nima bo'ladi? Ertalab turasizlarda, "Anu nima bo'ladi?" deydi-yu. Bo'ldi, 85% fusht ketdi. Yaxshi ko'rish. Bu ham tan olinishda. Yana. Yo'q. U nariroqda, ancha pastroqda. Ilm olish ko'pchilikka kerak emas, xavotir olmang. Davay. Labaq qilsak bo'ladimi? Taslim bo'lish. Bo'yim mashina yetmas ekanda mana. Xavotir olmanglar, taslim bo'lishga ehtiyojimiz yo'q. Bu narsaga ehtiyoj yo'q. Men hozir tushuntirib berayotgan narsam mana shu dunyodagi har bitta odamga mos tushaveradi. Хорошо, pulni eng asosiy maqsadi nima bilasizmi? Sal ana ishlasin, sal zanglagan motorlarni qizdiraylik, sal. Yo'q. Da, boshqa odam boshqa narsa uchun qilmaydi, xavotir olmang. Oddiy misol, men futbolkani kiyishimdan maqsad materiali qanaqa? Приятный.
Komfortni rangi tortmaydigan bo'ldi. Maza qiladigan. Rohatlanishga ehtiyoj bor. Har bir o'quvchi sizni oldingizda rohatlanadigan bo'lsa, bo'ldi, so'zingizdan chiqmaydi. Demak, u rohatlanish uchun oldin uni nima qilishingiz kerak? Hatto ozgina. Keyingi eshitilish rasmi tinglanish. Tan olinish. Mana sen qanaqa odamsan deganda men mamdekaman deydi-yu. Hammasi kirib ketadi shuning ichiga. To'liq. Rohatlanish ehtiyoji. Endi men chuqur kirib ketmayapman, o'zim bu tan olinish ehtiyoji darsini bor-u, 1 kunlik darsdan 3 kun o'taman. Yo'q. Ya'ni ertalabdan kechgacha o'tganimda 3 kun o'taman. Bitta shuni tushuntirish uchun. Hozir men sizlarga chip o'tib ketdim xolos. Asosiy ma'nosini yetkazib. Rohatlanish ehtiyoji. Har bir odamda rohatlanishga ehtiyoj bor va har bir qilgan narsasidan maza qilishni istaydi. Tushuntira oldimmi? Telefondan rohatlanish kerak, kitobdan rohatlanish kerak. Даже mana shu rangni tanlaganingizni ham sababi bor. Shu rangdan nima qilasiz? Rohatlanasiz. Kiyimda, hamma narsada. Bu degani, agar sizni o'quvchingiz sizdan ozgina bo'lsa ham rohat olmaydigan bo'lsa, nima qilmaydi? Harakat tan olmaydi, eshitmaydi, davom ettirmaydi. Shuning uchun biz ustozimiz bir odatlari bor. Agar biror joyga boradigan bo'lsak, men tutab ketaman, men jahlim chiqib ketadi. O'sha yerda kelgan odamlar bugun ham qolaveringlarsa, xo'p deb qolaveradilar-da. Ustoz, meni ishim bor, ertaga darsim bor meni. Biz u Xorazmda yuribmiz. Yetib olish kerak. Harakat qilish kerak. Qolaveramiz. Bir kun bo'lmadi. Otildi. Aytdim, nimaga shunaqa qilamiz? Aytdilarki, to o'sha odam sizga muhabbat qo'ymaguncha sizni irqingizdan ergashmaydi, shu esingizda bo'lsin. Ana o'sha muhabbat qo'ydi, undan keyin sizni har qanday gapingizga ergashadi va har qanday gapingizga amal qiladi. Tushuntira oldimmi? Mabodo bizni o'quvchilarimiz bizdan rohat topib qolsin-a. Darsda ozgina maza qilib qolsin-a. Bizni davrimizda qanaqa o'qigandik bilasanmi? Biz rohatlanishga qo'ymaymiz. Bizdan, fanimizdan, o'rganayotgan narsasidan rohat berishni o'rganinglar. Unga rohat berish uchun uni nimasini oldin tushunib olish kerak? Gap yo'q. U nimadan tan olinishni istayotganiga e'tibor berib qo'yasiz. Oddiy misol, ko'p odamlar munchoqni to'g'ri taqishni bilmaydi, lekin bu qizimiz oqqa juda chiroyli taqqan. Bo'ldi, eshitib ketaveradi. Tushuntira oldim-a? Aynan sizni e'tiboringizni o'quvchilarni qaysi biri tortishni xohlayotganida o'libdi 45 minut ichida 10 sekunddan yig'sangiz 4-5 minut vaqt ketadi. Bo'lib berishdan nima to'xtatyapti? Yana bir marta aytayapman. Siz bu narsani yilni boshidagi bir haftada qilasiz, xolos. Bo'ldi, u yog'i sizniki. Lekin biz bu narsani nima sababdan qilishni istamaymiz? Meni tan olsin, men o'qituvchisiman. Men bu yerda bir okladga ishlayotgan, yo'q, nima, bir stavkaga ishlayotgan. O'zi soatni bu yil ola olmadim. Ana bitta tanishimga aytdim, "Men qara, men programma noto'g'ri bo'ldi. Bekor qilibsan buni. Nimaga unaqa qilyapsan?" desam, "Nima menga gapirasan? O'zi men kasalman." Men prichom kasal bo'lsang? Menga nima aloqasi bor? U ish bo'lsa, kelishilingan narsa bo'lsa, to'g'rilab qo'yaver, qil.
Aytaman, nima aloqasi bor desam, so'kib chiqib ketyapti. Vaholanki ko'pchiligimizning holatimiz shunaqa emasmi? Uyda, oilada kelishmovchilik bo'lgan, kimdandir gap eshitganmiz, kelib kimdan alamimizni olamiz? Har safar o'quvchingizga shu gapirayotganingizda mana shu bashara tursin. Maqsad sizni tan olishlarini yo maqsad ilm berishingizmi? Agar maqsad ular bolalarga ta'lim berish bo'ladigan bo'lsa, sizni tan olishlari nechinchi darajada turish kerak? Turmasligi kerak. Ro'yxatdan chiqarib olish kerak uni. Tushuntira oldimmi? Keyingi ehtiyoj. Uverenman, вообще kutilmagan narsa bo'ladi. Hayratlanish qaysi ehtiyoji? Rohatlanishda? Ana wow effekt deydi-ku. Ha? Rohatlanish kirib ketadi. Davay. Yozaymi, yozmaymi? Variantlar bormi? Ayollar mana aytganman-ku. Ayollar bu ehtiyojsiz yashay olmaydi. Nima dedingiz? Azoblanish. Insonda rohatlanishga qanchalik ehtiyoj bo'lsa, azoblanishga shuncha ehtiyoj bor. Kasalman degan edi. Yo'q. Bu teminda. Xo'p, oddiy misol, darsiz zo'r o'tib, 1 yil, 2 yilda karyerani zo'r qilib, lichniy brendni ham qilib, o'zingizni mashhur qilib, 1 soat darsingizni $200 qilib qo'yib, 20 ta boladan bitta darsi o'zida $4000 olib olishga imkoningiz bor-ku. Nimaga qilmayapsiz? Chunki sizga buni qilishdan ko'ra meni tan olinglar, men yaxshimanman, men yaxshi ayolman, men yaxshi o'qituvchimanman. Nimaga meni qaramaydi hech kim menga? Nimaga menga e'tibor bermaydi? Bu azob emasmi odamning o'ziga? Azob olish, azoblanish, azob berish haqida gap ketmayapti bitta. Maza qilasiz azoblanib. Noqulay bo'lsa ham aytaman, erkaklar ayollarni azoblash faqat eng kerakli joyda bo'lish kerak xolos. Boshqa joyda emas. Ayollar azobinglar faqat eng kerakli joyda, eng muhim nozik joyda. Boshqa joyda azoblanishga haqqinglar yo'q. Siqilyapsizmi, azoblanyapsiz? Falonchini o'ylayapsizmi, azoblanyapsiz? Jumon anonga tushib qoldi, anonga nima deydi? Qamoqqa nima deydi? Asirlikka tushib qoldi. Endi nima bo'lar ekan? Siz azoblanyapsiz shundan. Shu narsa sizni dunyoyingizga foydasi bormi? Bir tiyin bermaydi-da. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Da, eshitib o'tirasiz. Yanachi ana O'zbekistonda seriallarni bitta seriyasini ko'ringda, pожизненный travmalar bor-da, aytachi. Lekin o'shani o'tirib oladi. Aytdim kelin. Mash kelin ham shunaqa bu-chi. Mash kelin ham shunaqa. Shunaqa yashaymiz. Yo'q joydan azobni topib, mazza qilib, kayf qilib shu bilan yashayapmiz. Asli azob qachon bo'lishi kerak? Sportda yashang, to'p. Maqsadga qarab intilishda, sizlarni sohanglarda. Yo, ilm berishda azob yo'q.
Sizni o'quvchilaringiz bir-biri bilan musobaqalashayotganida, masalani yechayotganida, vaziyatga yechim topayotganida azob olishi shart. Ana o'shanda sizlarni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun ko'p ayollar ularni qiynaydigan erkaklarni yaxshi ko'rishadi. Erkaklar shuni ham bilib oling. Holatni yaxshi ko'rib qoladi. No, endi xohlasangiz oqlang, xohlasangiz qoralang. No fakt bu. Chunki azoblanishga ehtiyoj bor. Bu xuddiki ovqat yeyishdek gap. Agar ovqatni yemasangiz, ovqat yemasangiz qiynalasiz. Tushunyapsiz-a? Tan olinisham-da, masalan, azoblanmoqman, mana tan olindim. Yana Onasi, bular hammasi bundan oziqa oladi. Asli azoblanish qachon bo'lishi kerak edi? Sahar turganda, ro'za tutganda, ilm olishda, rivojlanishda, sportda, musobaqalashishda, ana shunda azob bo'ladigan bo'lsa, boshqa payt azoblanishga nima qolmaydi? Bo't bilinglar, buni har kunlik plani bor, buni har kunlik plani bor, buni ham har kunlik plani bor. O'zinglar eshinglar. Xohlasanglar, ertalab turganda garmdorni yaxshi achchig'ini olib, bir 10 minut achchiq qalampir yeylar, plani to'ldi. Kechgacha ehtiyoj yo'q. Yo bo'lmasa erkaklar yaxshilab meshokka yarim soat uring, chiqib ketadi azoblanishga. ayollar uyushtiradi. Garmdori bor, ha? Sport ayoldagi Kriyush bor. Rostakasimki. Ha, qo'lda yuvavering, ozginasini oling. Ha, endi to'xtang. Biz o'zimiz haqimizda gaplashyapmizmi, boshqalar haqidami? Yo'q, o'zimiz. Ha, bo'ldi, unda boshqalarni tinch qo'yaylik. Yo'q, o'zimiz hozir biz o'sha sizlarning mushoq rapkasini chiqarib Ha. oldik, to'g'rimi? Yana nimaliklar garmdori yeyapsizlar, to'g'rimi? Ilm jihatdan ayollar qanday qilib chiqarib Garmdori yesang, kriyusin deyapman. ayol faqat sport ila raqsda. Конечно. Oddiy bitta vosita shu qalampir yeb Men buni aynan qilishinglar shart demayapman. Azoblanishinglar uchun любой повод yetarli. Uy tozalashdan qiynalasizlarmi, qilinglar, bo'ldi, plan to'ldi. Endi vashi ayollarga zo'r yo'li bor. Ovsiningizga xo'p bo'ladi degan. Qaynasinglisiga, qaynanasiga qiynalish uchun ko'nsak, o'zimiz endi shu. ozgina qiynashingiz kerak. Xohlasangiz sportda qiynang. Xohlasangiz. Zo'r yo'li bor, ha? Mana shunda o'tirib 5 minut turishni mashq qilinglar. Hamma uchun. Hamma tomonlama foyda. Menimcha tushunyapsizlar gap nimadaligini. 5 minut turishni mashq qilinglar. Bir oydachi, vo erkaklar. Va ayollar hayron qolasizlar. Plan qilinglar. Qon aylanish yaxshilanadi, boshqa bo'ladi. Azoblanish odamni yoqilg'isi. Ana shu uchun aytaman, ko'pincha aybdorlik hissichalik odamni oldinga yurg'izadigan narsa yo'q. O'zini aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi o'ziga nisbatan bo'ladi. Boshqaga nisbatan bo'lsa alam bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, sizlarni har bitta darsinglarda o'quvchilar bir-biri bilan musobaqalashgan holda ozgina azob tortishi shart. O'shaning uchun fizkulturani hamma yaxshi ko'radi. Ha? No, tushunyapsiz? Va e'tibor beringlar, darslarida musobaqalashtiradigan, musobaqalarni ko'p tashkil qiladigan o'qituvchilarni ham yaxshi ko'rishadi. Sabab o'sha joyda ham rohat bor, ham azob bor. Tushuntira oldimmi? Keyingi ehtiyoj.
U o'quvchilar qolib o'zingizlarga olyapsizlar hamma narsani, ha? Yaxshi bo'lsa o'ylay. Yana keyingi ehtiyoj. Labay? Yana misol keltirib bering deb. Misol bizga topishimiz uchun. Ha. Ana yoshligimizda, yoshingiz nechida? Meniki 23 ta. Unda eslolmasangiz kerak. 35 dan balandlar bormi? Bitta multfilm bo'lar edi yoshligimizda, bitta ayol gilam to'qib boradi-da bittasiga. Borib ha, tushida. Yo, tushida bo'ladi. Gilamni arzon narxga olib qoladi. U boy odam bo'ladi. Tushida gilamlar uchib yurgan bo'ladi. Gilam unisiga sakrab, bunisiga sakrab. Esladingizmi? Gilamlar, hammangiz menikisiz. Egalik ehtiyoji. Sizni o'quvchilaringiz sizni darsingizda nimagadir ega bo'lsin, egaligini his qilsin. Tushunyapsizmi? Fanda bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Qaysidir teoremani matematiklar bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'quvchi zo'r aytdi. Yil oxirigacha bu teorema falonchinniki. Tushuntira oldimmi? Ona tili adabiyot bo'lsa, mana bu qoida falonchi. Egalik hissini beringlar. Bizda darsdachi odammaslik hissi beriladi-da. Lekin egalik hissi yo'q. Misol uchun bu oy davomida falon kitobga yo skeletni bu qo'liga Ahmadjon egalik qiladi, Ahmadjon javob beradi. Oddiy misol, bolachalarga uyinglarda agar o'tinglarni buni 30 ga 30 yopsa, 1 metrga 1 metr joyini ajratib berib, bu saniki deb qo'yinglar, ha? Talash bo'lib ketadi, yashnab ketadi. Boshqa bolalar ham menga ham deydi. To'g'rimi? Nima sababdan o'quvchilarga bu narsani ishlatmaymiz biz? Kelinlar, o'zinglarni uylarni zo'r qilasizlar, ana shu tashqariga chiqishi bilan. Mana uyim emas bu. Ikkita o'sin yashasa Xudo berdi. Alohida chiqib ketgandan keyin o'zinglarni alohida chiqib ketgan uylarga bor mehringlarni berasizlar. Chunki egalik ehtiyoji bor. Tushuntira oldimmi? Endi bulardan qanday kombinatsiya chiqarasizlar, qanday narsalar chiqarasizlar, qanday foydalanasizlar, qanday narsalarni olasizlar, bu sizlarni fantaziyalarga bog'liq. Men asosiy formulalarni aytayapman. Shuning uchun odam har doim o'zi bu noto'g'ri bu narsalar. Lekin bolalar uni to'g'rilash kerakligini hali bilishmaydi. Mana shu bolalardagi shu xususiyatdan to'g'ri foydalangan holatda uni ilmga yo'naltirib qo'ysangiz, u o'zini to'xtatmaydi. Yangi narsalarni o'rganaveradi. Yo bo'lmasa, falon narsani yodlab kelgan odamga mana bu mukofotni beramiz. Bu ham egalik. Va bir vaqtni o'zida nechta ehtiyoj ishlayapti? Azoblanish. To'ralasi ham ishlayapti. Boshqalar azoblanyapti. Bu endi bitta narsa bor. Har doim azoblanish bilan rohatlanish bir-biri bilan almashib turish kerak. Agar doim rohatlanaversa, juda erkalab ketadi. Doim azoblanaversa, hafsalasi pir bo'lib qoladi. Xavf va rajo degan narsa bor. Ikkita qanot. Almashib turish kerak doim. Tushuntira oldimmi? Keyingisi. Qani bormi? Variantlar?
Yo'q degan sразу. Ha? Shuncha narsa bo'ldi-yu, 5 ta oz, 5 ta Meclis erkinlik ham bo'lishi kerak-da. Shuncha narsa qilish. Yo'q, sal boshqacharoq. Sal boshqa. Yo'q, aynan erkinlik, ozodlik degani emas. O'sha erkinlik, ozodlik hissini olish uchun qilinadigan ish bor. Yaqin keldingiz. Siz aytdingizmi? Kim aytdi? Juda yaqin keldingiz. Xavfsizlik ehtiyoji. Sizni o'quvchilaringiz sizni darsingizda gapirgan gapi va o'rgangan narsasi uchun, povideniyasi uchun xotirjam bo'lish kerak. Yarimta narsa qilsa, direktorga aytaman hozir. Ota-onangni chaqir otang, telefon qil, mana nomeri necha otangni? O'zim qilaman hozir. Men ana qishloqchasiga aytaman, hayotda sizga ishonmaydi. Tushunyapsiz? Chunki sizni oldingizda o'zini nima his qilmayapti? Xavfsiz his qilmayapti. Bu tasavvur qilib ko'ringlar. Erkinlik xavfsizlikdan keyin bo'ladi-da. Tushuntira oldimmi? Va sizni darsingizda agar odam o'zini xavfsiz his qilsagina erkin o'tira oladi. Erkin his qila oldimi, fikrini bildira oladi. Mabodo bu darslar foyda berib, siz uni ozgina tan olib qo'ying-a. Ana endi to'xtamaydi. Rohati qattanligini, azobi qattanligini ko'rsatib qo'ying-a. Bo'ldi. Sizlar o'quvchilarni eplay olmay qolasizlar. Mabodo shunga amal qilsanglar. Ya'ni ular sizlardan o'tib ketib qoladi. Bu hazil gap emas, bu rostakasam o'tib ketib qoladi. Oddiy misol, bitta o'quvchiga shunday qildingiz, botaniklar, biologlar bormi? Bora, ko'pa. O'quvchingiz ketdi, 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf, 11-chi sinfgacha o'rgandi, institut programmasini o'rgandi. U уже dekabr xolos hali u. Institut programmasini o'rgandi. Qayerdadir doktor tanishi bor ekan, borib kavlab bir narsalarni chuqurlab o'likni bir joylarga ko'tarib kelib ko'rsatyapti. Siz o'zingizni qanday his qilasiz? Ha, yashil. Ha? Qalaydi? Agar shu joyda faxrlana oladigan darajaga yetgan bo'lsangiz, ana shu o'quvchingiz o'sha darajaga yetadi. Agar o'quvchingiz sizdan o'tib ketganida, tush pastga, tush, marta tur. deydigan bo'lsangiz, u o'quvchi hech qachon harakatlanmaydi. O'zimda bo'lgan holat, institutda o'qiyapman, yaqinda, 1 yil oralig'ida. Menga dars o'tyapti o'qituvchi menga dars o'tyapti. Men o'likni kallasida o'sha joyi ochib turibman. Yo'q, bunaqa emas deyapman. Yo'q, bunaqa emas deyapman. Darsda o'tiribman, onlayn darsda o'tiribman. Yo'q, bunaqa emas deyapman. Qanaqasiga deyapti? Shu videoni yoqtimda kallasini ko'rsatdim. Nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Ha. Kimni yomon ko'rdi? Ayniqsa boshqalarni oldida bunda bu Bizda Tushunyapsizmi? Gap nimada? Birinchi navbatda demak, bulardan kelib chiqiladiki, sizlarning ilm darajanglar normadan yuqori bo'lishi shart. Va bitta narsa menga qiziq tuyulindida, futbolchilarni bilasizlar? Futbolchilarni bilasizlar. Kung fu masterlari bor, bilasizlar? Savol, shularni o'sishini eng asosiy sababi shularni kung fu degilar juda yuqori natijalarga erishishi, insonni jismoniy holati, ruhiy holati bo'yicha futbolchilar, sportchilarni nima sababdan bunaqa ko'p pul topishiga
hech qiziqib ko'rmaganmisizlar? Asosiy sabablardan bittasi nima ekan? Shu ikkalasini bog'liqlik joyi bor. Azoblanish ham bor, ko'p harakat ham bor. Yana? Yo'q, yana. Qattiq mehnat. Futbolchilarning har kuni 2 soat treningi bor. Kamida. Bo'lmasa yana 6 soat trenirovkasi bor. Har kuni. Biz malaka oshirishga 5 yilda bir marta 15 kunga kelamiz va o'zimizni orqamizdan ana nur chiqqan odamdek his qilamiz. Tushundingmi? Uzr. Yo'q, hozir 5 yil. Bizada 3 yil demaysizlar. Va har kun emasda. har yilda ham emasda. Har oyda ham emasda. Agar sizlar har kuni hech bo'lmasa 1 soat o'zingizlarni faniylarni va buni qanday yetkazish uslubi uchun 1 soat vaqt sarflaydigan bo'lsanglar, xotirjam bo'linglar. 1 yildan keyin oyliginglar kamida 5 barobar bo'lib ketadi. Yo bo'lmasa 10 barobar. Nima sababdan? Boyaga aytgan narsam. Oddiy, zo'r bilasizmi? Ana bolani shunday yuragini topib kirib, bu yoqqa olib chiqib turib, ilmni tiqib turib joylab qo'ya olasizmi? Ota-ona любой pulni bermaydimi? To'g'rimi? Biz nima qilamiz? Bolani xuddi shunday yuragini topib kirib, olib turib, yerga qo'yib, ezib turib, endi odam bo'lasan. Sizlar qiynalgan bo'lsanglar, bolalar qiynalishi shart emas, iltimos sizlardan. Sizlar kalta yegan bo'lsanglar, ular kalta yeyishi shart emas. Ali roziyallohu anhuning gaplari bor, farzandinglarni hozirgi zamonga qarab emas, kelayotgan zamonga qarab tarbiyalanglar, chunki ular boshqa davrda yashaydi. Biz bolalarni o'tmishga tiqamiz va biz chochimiz bunaqa bo'lmas edi, bilasanmi? Chochingni nega olmagansan? Bolani chochi kerakmi, ilmi kerakmi sizga? Manetdan qilmaydimi? O'g'il bola bo'lsa, zo'r olim bo'lsin. O'zbekchilik emas bu, ahmoqchilik bu. Yana biz musulmonmiz deydi. Rasulullohning sochlari qulog'idan, yelkasidan, bo'ynlaridan, yelkalaridan bo'lgan. Zo'ra? Keyingi ehtiyojimiz. Mana shu yerda boya bitta narsa chiqdi, shunga o'xshash. Yo'q. Erkinlik xavfsizlikning ichida. Hali yanchi bor dedi. Ha, o'shani aytdim. Hali bunga bor dedim. Qo'yli esingizda qolibdi. Ha, shu edi. Har bir odamni o'sish, rivojlanishga ehtiyoji bor. Odam istasa, istamasa har kuni qaysidir tomondan o'sadi. Yo betayinligi o'sadi, yo dangasalligi o'sadi, yo ilmi o'sadi, yo tajribasi o'sadi, yo salohiyati o'sadi, yo uni chiroyli tarbiyasi o'sadi. Har kuni nimadir o'sadi. Sizlarni o'quvchilarni hayotida nima o'sayotganini katta ehtimol bilan sizlar belgilab berasizlar. Juda katta ehtimol bilan sizlar belgilab berasizlar. Chunki ular kimdan ko'radi? O'zi yaxshi ko'rgan o'qituvchisidan ko'radi. Va o'ylaymanki, bunga amal qiladigan bo'lsanglar, sizlar albatta yaxshi ko'rgan o'qituvchiga aylanib qolasizlar. Agar sizlarda har kuni o'zingizlarning sohalar bo'yicha o'sish bo'ladigan bo'lsa va bu narsani ko'rsatib beradigan bo'lsanglar, hatto qo'yayotgan prezentatsiyalar ham bir gazetaga o'xshamasdan sal qiziqroq bo'lishni boshlasa, bolalarda ham bu narsaga nisbatan nima ko'payadi?
Endi eng qiziq narsa bor. Har kimda o'sish, rivojlanish ehtiyoji bor. Ko'pchilikni eng asosiy qiladigan xatosi bitta narsa. Men yanada ilmliroq bo'lishim kerak. Men yanada yaxshiroq bo'lishim kerak. Men yanada zo'rroq bo'lishim kerak. Men yanada anonim nima deydi? Sizlarda o'qituvchilarni urg'ini bor bu narsalari. Toifam yuqoriroq bo'lishi kerak. Lekin ilm oladiganlarda deyarli hech qaysisi men ko'proq amal qilishim kerak demaydi. Tushuntirib? Ha? No farqi yo'q u yo'q o'zi. Tushuntira oldimmi? Aynan shuning uchun ham biz o'quvchilarimiz shunaqa. 5 uchun hamma narsani qilib beradi. Uni ishlata olishga kelganda hech narsa yo'q. Ingliz tilidan zo'r yozib chizib bir narsa qilib beradi. Lekin gaplashib hal qilishga kelganda hech narsa yo'q. Sizlarga oddiy misol. Kir mashinadan o'tgan safar misol keltirib beruvdim. Ayollar, kir mashina qachon uyingizlarga qo'ygansizlar va kir mashinani ustanovka qilish jarayonida, ya'ni birinchi marta ustanovka qilish jarayonida qatnashganlar bormi? Menimcha u avlod tirik bo'lsa kerak hali. Bor-a? Xo'p. Sizlar qolganlar уже aqlinglarni taniganinglarda kir mashina uyingizlarda bor edi. Avtomat ana knopkali tit bor-ku. Realli guvohi bo'lganlar yana kim bor? Bor-a? Ha, Xudoga shukr. Birinchi ustanovka qilib ketdi, usta simini tiqdi, to'kla hammasini uladi. Bilmaysizlar ishlatishni. Nimasi? Kitobchasi bor, zo'r. Kitobchasini olasiz va ozgina o'qib chiqasiz. Menga bitta kitob beringlar, iltimos. Bor ekan mana. Mana shuni bering. Instruksiya. Как раз shunaqa instruksiyasi. Mana shunaqa bo'ladi, bilasizlar? Voy xudoyim. Tanlagan kitobimizni qaranglar. Endi siz kitobni olasiz, ochasiz, kerakli narsasini ko'rasiz, knopkani bosasiz, bir marta ishlatib ko'rasiz. Ikkinchi marta ishlatib ko'rasiz va barabanni tozalashga kerak bo'lganda bu kitobcha yana kerak bo'ladi. Va shu bilan bu kitobchani umri tugaydi. Uni kerakli joyga shunday tashab qo'yasiz-da, bu yog'iga siz uchun nima muhim? Nima muhim? Yo'q, nima muhim? Yo'q, nima muhim? Yo'q, kir yuvishdan ham keyin. Toza kiyim muhim. Lekin tasavvur qilinglar, meni yanada ilmim ko'proq bo'lsin degan odamlar irkit kiyimda mana buni ko'tarib yurgan odamlarga o'xshaydi. Qaranglar, men buni nimani bilaman? Ha, ishlata olmasangiz balo bormi kitobga? Nima keragi bor? Ana Rasulullohning ayollari degan kitob o'qiydi deb narsasi bolasi o'char deydi-yu. Nima keragi bor? O'ylab ko'ringlar-da. Biz mana shunday odamlarimiz. Bizni yana bitta ikkita kitob berib yuboring. Narigini ham yana bering. Narigisini ham bering, ha. Bo'ladi. Bizni holatimiz mana bunday kitoblarni ko'tarib olganmizda, Muslim Xoldarov kursida o'qiyman, yana bitta kitob qo'shiladi. Qaranglar, men qanaqa kitoblarim bor. Ha, amal bormi? Yo'q. Shunga yarasha pul bormi? Yo'q. Shunga yarasha yashash tarzi bormi? Yo'q. Nima keragi bor bu kitoblarni? Yana kimdadir ko'rib qolsa, falon shuni kursida falonchi o'qiyapti ekan, men ham o'qiyman, boraman. Yana bitta kitob qo'shiladi. Da? Yo'q, bu modaga o'xshamaydi.
Mavlona Jaloliddin Rumiy hazratlari juda chiroyli tushuntirgan. Kitob ortilgan eshakdan farqimiz yo'q deydilar. Orqasiga ortilgan kitobdan eshakka foyda yo'q. Bu holatda nima farqimiz bor? Agar biz har kuni bittadan kitobni o'qib chiqsak ham. Va menimcha bu borada bir fikrimni ham bildirganman. G'ayrat aka bormidilar, yo'qmidilar, siz guvoh bo'lganmisiz, yo'qmisiz bilmayman bu narsaga. Bitta klub bor ekan, kitob o'qiydiganlar klubi. Odam qurganda meni chaqirishdi. Ana onlaynga. Kitob, qoida bo'yicha u odamlar ko'proq kitob sotib olish kerak edi. Meni darsimni, meni gapimni eshitgandan keyin. Bormidingiz, eslaysizmi? Bekordan bekor kitob o'qiydiganlarni shunaqa gapirdim endi. Maqsad kitob o'qishdan maqsad nima? Emotsiya olishmi? U kitobning qahramoniga qo'shilib billa tan olinishmi? Billa rohatlanish, billa azoblanish, billa egalik qilish, xavfsizlikni yopish va shu kitobni o'qiganning orqasidan o'zini kimdir deb his qilish bo'ladigan bo'lsa, kitob o'qishdan nima foyda? O'sha ishga chaqirishmadi. O'sha efir audiosini ham berishmadi. Nimaga? U go'zal xotiralarda qoldim men. Chunki hozirgi kundagi juda ko'p ilm olayotgan va ilm oldim deyotgan insonlarning asosiy maqsadi galochka uchun, ochko uchun xolos. Agar amal qilish uchun bo'lganda, u odam keyingi kursda oladigan darajada bo'lmasida. Iltimos shuni tushunib olinglar. Agar sizlar mana shu aytilgan narsalarga, mana shu loyihaning ichida aytilgan narsalarga, meniki boshqa nechtasini darsi bor, uni farqi yo'q. Amal qila oladigan bo'lsanglar, zo'r amal qiladigan bo'lsanglar, 1 yildan keyin men nimaga malakamni oshirishim kerak? Men har kuni oshiryapman-ku deysizmi? To'g'rimi? Har kuni vaqt sarflayapman, har kuni 1 soat vaqt sarflayapman. Men nimaga olishim kerak deysizmi? Demak, yana bitta kurs ko'rinib qoldi ko'zingizga mana shu yoqdan. Shu yoqqa harakat qilyapsizmi? Demak, oldingisiga amal, payshan bozor. Tushuntira oldimmi gapni nimadaligini? Ana shuning uchun o'sish, rivojlanish, siz o'quvchilaringizga ham shunday narsani bera olishingiz kerakki, o'sish, rivojlanish fikrini emas, amal qila olish imkoniyatini berishingiz kerak. Sizni kimyo bo'yicha dars o'tadigan bo'lsangiz, kimyodagi narsani u uyida ishlata oladigan bo'lsa, normadan ortiq yuqori baho qo'ying. Faqat uyingni yo'q qo'rma deb qo'ying-da. Ya'ni siz berayotgan ilmni real hayotda ishlatishni o'rgating, bundoq tasavvur qilib ko'ring, boshqa narsa chiqadi. Boshqacha odam bo'ladi. Men sizlarda programmadan chiqib ketinglar, boshqa narsa o'rgatinglar demayapman. O'sha programma o'zi zo'r tuzilgan, lekin biz uni maktab uchun o'rgatamiz xolos. O'shani yashash uchun o'rgatib ko'ring, Til o'rgatadiganlar, boshqa davlatda yangiliklarni ko'rishga internetda imkoniyat bormi, yo'qmi? Voy, tiqilib yotibdi-yu. Ko'rib, tomosha qilib, fikrini bildirishini so'rang. Matematiklar o'quvchilarini uydagi ba'zi narsalarni, hisob-kitobini, analitikasini qilishni o'rgatib ko'ring, Biologlar, botaniklar uydagi narsalarda ishlatishni o'rgatinglar, iltimos sizlardan. Ana o'shanda haqiqiy o'sish bo'ladi. Va agar bitta emas, yarimta natijani ko'radigan bo'lsa, ota-ona bolasida xuddi shunaqa, ya'ni foydalanayotganini, sizdan boshqa hech qayerga bolasini yubormaydi. Mana shu narsa esingizda bo'lsin. Tushuntira oldimmi? Vaholanki bizga bu narsa kerak emas. Chunki
Oldin o'zimiz ishlatishni bilmaymiz-da. Hali o'zimiz bilmaymiz. Biologlar gormonlar haqida gapiradi, lekin o'zini gormonlarni to'g'rilashi hali eplolmagan. Sustavlar haqida, muskullar haqida gapiradi, o'zi osilib yotibdi. Amal bo'lish kerak emasmi? Bizning holatimizcha, menimcha 190 kiloli diyetolog oldiga borganga o'xshaydi. U diyetolog bo'lganda boshqacha bo'lar edi-da, u. So'qatyapsizmi? Men bu yoqdan kelyapti shoma. Bir narsa desangchi qara jon kuydirishini deydi. Ovozni o'chirib qo'ysa bo'ladimi shuni? Yo, bo'lmasa o'zim hamda ko'rgan travmatolog tasavvur qiling. Chiyo stomatolog. Yo'qsa yara bosib yotgan dermatolog. Yo'q, dermatolog, tana, teri. Yo'qsa hillanib ketgan kosmetolog. Tasavvur ko'ringlar. Uzr, bizning holatimiz bundan farqi yo'q. Faqat o'zimiz bilgan narsamizga amal qilmagunimizcha bundan foyda yo'q. Bilinglar, har kimda o'sish, rivojlanishga ehtiyoj bor. Siz uni qanday yo'nalishda o'sishini o'quvchingizga kim belgilaydi? Yashang. O'qituvchi belgilaydi. Nechtasi bo'ldi? 6 tasi bo'ldi. Shularning bittasida o'sha o'qituvchi ko'rganligi uchun bu o'qituvchidan ham shu narsani talab qiladi. Hozir men savolingizni umuman tushunmadim, to'g'risini aytsam. Eski o'qituvchim. Ha, eski o'qituvchini xohlashning sababi eski o'qituvchisi men bulardan qaysi birindir topgan. Hozir men davom borda, tongga otsa chiqadi hali. Qaysi birindir topgan va o'sha narsasini bera olgan. Yangi o'qituvchi o'shani bera olmayapti. Keyingisi. Nima boshlandi? Davay. Davay. Boya bu ham gapirildi. Odamda tan olinishga ehtiyoj bor, rohatlanishga ehtiyoj bor, azoblanishga, egalish. Tan olinishga kirib ketadi. Yana. Insonning tanasini iste'moli bor. Aqlini iste'moli bor. Aqlam ikki xil. O'tgan safar chizib bergandim, chizib bermadim, bilmayman. Mendek qilib chizib bergandim, esinglarda bo'lsa. Esinglardami? Plus, minus, men bu yoqqa ham chizuvdim, ha? Mana shunaqa narsa chizgandim. Точно? Adashimdan. Insonni ko'p joyda dars o'tamanda endi nima qilay? Bu ham kasallik bir. Insonni aqli ham ikki xil bo'ladi. Aqli maosh bor, aqli maot bor. Ya'ni bittasi ego, bittasi sog'lom aql. Bittasi aqli juz deyiladi, bittasi aqli kul deyiladi. Biz faqat egoni ishlatamiz xolos, ya'ni plus minusga ajratamiz xolos. Baho beramiz xolos, boshqa hech narsa emas. Sog'lom aql. Butun aql. Insonni tanasini iste'moli bor. Nimalar kiradi bunga? Yog', uglevod, oqsil, vitaminlar, minerallar,
Bu hammasi kirib ketadi-da endi. Dam Dam olish xohishi u. Uxlash ham xohishi. 2 kun uxlamasa xohish yo'qolib qolib, dam ololmaydi. Ozuqasi sal boshqacharoq. U xohishi boshqacha, vazifasi boshqa, talabi boshqa. U ko'p narsa, u katta jadval aslida. Men eng zarurlarini gapirib ketyapman. Uxlamasa ham bir narsa bor, yana bitta narsa ham kerak, ko'p narsa kerak hali odamga. Aqlni ikki xil dedik. Aqli maosh, aqli maot. Ego bilan sog'lom aql. Aqlni iste'moli nima? Qanaqa ma'lumot? Yangi ma'lumot. Va yangi ma'lumotni plus minusga to'g'ri noto'g'riga ajrata olish xususiyati egoga ozuqa beradi. Tushuntira oldimmi? Endi ikkinchi aql bor. Sog'lom aql. U nima bilan ishlaydi u? Yo'q. Unda ham xuddi shunday narsa bor. Qarablarni o'rganadi. Muvozanatda ushlaydi. Tafakkur bilan vijdon. Kerak emas. Qanday bu narsa kerak, qanday bu narsa kerak emas. Va bu meni holatimga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Darsni tushuntirasiz va uni qanday ishlatishni tushuntirasiz. Qanday real hayotda ishlatishni tushuntirganingizdan keyin sizni aqlni ikkita tomoniga ham bo'lgan ozuqasi nima bo'lishni boshlaydi? To'lishni boshlaydi. Chalkashda, sal chalkashsinda, sizlar sal azoblaninglar. Tanani ozuqasi bor, iste'moli bor. Aqlni iste'moli bor. Ikki xil, aqli maosh, aqli maot. Uchinchisi qalbni iste'moli bor. Qalb nimadan iste'mol topadi? Nimadan ozuqlanadi? Yo'q. Bu mehrdan slishkim abstraktniy tushuncha. Iltimos, ana o'quvchilarga quruq aravani olib qochma deysizlar-ku. Sizlar ham konkretika qilinglar, quruq aravani olib qochmanglar. Давай. Sakina. 1. Yaxshi ko'rgan ishidan. 2. Yaxshi ko'rgan odamidan. 3-si Xudoga yaqin odamlardan. Shu 3 ta narsadan qalb ozuqa oladi. Ana ichingiz pustoy bo'lib qoladi-yu. Shu uchalasi yetishmayapti sizda. Xudoga yaqin inson topishimiz kerak. Erni xizmatini qilgan ayol rozi bo'lib, Xudoga eng yaqinlardan. Rozi bo'lib, so'kib emas. Yaxshi ko'rgan ishi. Pochirka qaranglar. Bizlar lekin bu narsaga e'tiborimiz bormi? Ana shuning uchun tirik o'likka o'xshaymiz. Bizdan hech qanaqangi quvvat tarqalmaydi. Inson bo'sh bo'lib qolgan. O'shaning uchun nervinlimiz. Xuddi mana ichki tomonimiz ochda. Biz eng katta ozuqa beradiganimiz, biz nimaga ozuqa beramiz? Tanaga. Aqlga ham ozuqa yo'q. Aytdim o'sha 3 yilda, xo'p 3 yilda bir, sizga 5 yilda bir borib qo'yamiz. Mabodo ishlab qoladigan bo'lsa, serialdagi uni bolasi nima bo'ldi ekan?
Aqlimiz shunaqa narsalarga ishlayapti hozir faqat. Falon bloger mamdaka bo'pti. Ana bir kimdir apandini aytib berolmadim. Apandi kimdir qo'y yetaklab ketyaptimi? Desa, menga nima dedi. Siznikiga olib kirib ketdi desa, senga nima degan. Biz o'ta darajada keraksiz narsalarga bu narsani ishlatamiz. Tafakkur bu yo'q bu. Bu ikkalasi vijdon ham yo'q. Soqqa bo'lsa bo'ldi. Obro' bo'lsa bo'ldi, tan olinsak bo'ldi. Mana shuni hisobidan nima demoqchiman? Sizni o'quvchingizni ovqatlantira olmaysiz, lekin aqlini va qalbini oziqlantirishingiz mumkin. Aqlini oziqlantirish, reshat qiladigan, yechilishi mumkin bo'lgan ishlar bilan va tafakkur qilishga undash bilan va uni qalbidan joy olish bilan. Shundan keyingina siz aytgan gaplaringizni, bergan ilmlaringizni to'liq qabul qiladi va unga amal qiladi. Boshqa payt u mana bemalol. Ana zamonaviy texnologiyalardan foydalanamiz. Ha? Qaysi birini? 5 ta tan olinish ehtiyojini boshlagan edik. Darsni boshdan boshlaymi? Qaysi? Texnologiyadan o'qiysiz. Masala yetishtirish. Ha. Uni aqli maoshini, ya'ni aqlini, egosini ishlatish uchun masalalar yechittirish kerak. Ya'ni muammoga yechim topishni o'rgatish kerak. Plus minusga keraksizga ajratishni. Va undan hayotda qanday foydalanishni o'rgatish kerak. Bunda aqlning ikkinchi qismi sog'lom aql oziqa oladi. Siz uni ko'nglidan joy olish orqali qalbi oziqa oladi. Tushuntiradimi? Ruh haqida gapirib o'tirmayman, chunki bizga ruh haqida gapirish mumkin emas. Vaholanki u ham bor. Chunki mana shu joyda 50 ta odam o'tirgan bo'lsa 50 xil tushunadi-da. 50 xil tushuntiradi keyin. Misol uchun, hozir aytadigan bo'lsak, hozir mana shu joyda o'tirganlar uchun aytaylik, hajdagi qo'y so'yilgandagi qanaqa qo'y so'yishda qanaqasiga yotqizishchi foydasi bormi ilmini? Nimaga? Keragi yo'q. O'shaning uchun o'sha darajaga yetib olganlarga kerak u ilm. Chunki hozir men qo'yni yotqizasangiz, qo'y yo'q demakda. Hajda emasmiz, bir tiyinlik foydasi yo'q. Savol ko'payadi xolos. Keyingi ehtiyoj. Keyingi ehtiyoj. Ayollar ko'p foydalanadi bundan, bu ehtiyojdan. Nima ekan? Bittada urdingiz lekin-chi. Realni? Qo'yma, ancha kutsam kerak dedim. Demak, ani podskaskani to'g'ri berimman-da. Bor bo'lish, mavjud ekanligini bildirib turishni xohlaydi har qanday odam. Yo'q. Bu mana bu 7 ta ehtiyojni как будто kerak emasda qolganicha, mana tan olmalaring mayli, menga rohat ham kerak emas, azoblanishman yuraveraman, mayli men hech narsaga ega emasman, men qiynalaveraman, men o'smayman ham, men hech narsa yemayman, men ham odamman-ku, deydi-yu.
Tushunyapsiz-a? Ana ulpatlarning orasida men ham shu ulpatdaman-ku deydi-yu. Biling, men bularni yopgan tipa, lekin asli yopmagan, barqarab turibdi. Faqat ustini shuvab qo'ygan. Oxirida mana bu eng gryazniy ko'rinishda chiqadi. Ayollar yurib, kaltayni yeb oxirida men ham ayolman-ku deydi-yu. Va aytganlarda bechorani nima dedingiz? Bechorani yoqib olish. Mana shu bechorani yoqib olish o'sha. Bular aytaman, hammasi bor deyapman. Bu hammasini yig'gan variantida, ana yig'ib turib, kombinatsiya qilganda va bu holatdagi o'quvchilar ana kaltayni yeb turib, yig'lab turib kayf qiladi-da. Ana uni xafa bo'lganda uni borib yupatasiz-ku, o'shandan maza qiladi ular. Tushunyapsizmi? E'tibor etmaydi. Yo bo'lmasa ana mayli meni urishaveradida, men dadam boy emasda deydi-yu. Boy bo'lganda bunaqa qilmas edi. Mana shular. Ha? Вот, конечно. Вот shu. Ana nima unaqa deyapsan, o'zi kasalman deydi-yu. Shu burilarmikan, shu qiyshiq turibdi asal. Burilmaydi shekilli. Oh. Texnologiya. Demak, har bitta o'quvchingiz o'zini sinfda qaysi o'rinda turganini ko'rsatib qo'yishni xohlaydi. Siz uni bor ekanligini tan olib turishingiz kerak. Endi faqat ana emasda, nima deydi, so'kishma bilan emasda, endi eng qizig'i, agar siz to'g'ri yo'l bilan e'tibor bermasangiz, ular noto'g'ri yo'l bilan sizdan e'tibor oladi. O'ynaydi, gaplashib o'tiradi, samolyot uchiradi, bir narsa otadi, o'rtog'iga mail otadi, bir narsa qiladi. Nima qilsa qiladi, borligini nima qiladi? Isbotlab qo'yadi. Siz shuni oldindan berib qo'ying-a. Qilib ko'ringlar, oldindan berib qo'ying. Ana doim buni fitna fasod qo'ziydigani bo'ladi-yu bittasi. Ha? O'shanga e'tiborni shuna berib qo'yinglar. To'lib qoladi. Endi unga kavlashtirishni hojati yo'q, endi unga qiynalishi hojati yo'q. Endi u nima qiladi? Endi nima qilishini bilmay qoladi. Ana shu paytda siz uni yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Oxirgi ehtiyoj. Uxlash? Uxlash ma'minda. Iste'molda, tananikida kirib ketadi. Davay. Endi odamgarchilikka ham qaytamiz sal, bunisi oxirgisida. Davay. Hozir yoshligimiz o'tib ketadi. Hamma shu narsani da'vo qiladi. Da'vo qiladi. Yo'q, men mana shu uchun qilyapman. Eng ko'p anu gapiriladi-ku bu narsa. Hamma joylarda chiqib olgan efirga chiqqan hammasi men mana shu uchun qilyapman bu narsa. Qanaqa? Yo'q, yaqin. Yo'q. Hammasi. O'pdim. Bash tomon hammasi deydi.
Davay. Tan olinishi xizmatda endi. Men sizlar uchun Fidoyilikmi? Minnatlar. Yaqin. Minnatlar. Mana shu akanikini, mana shu qiznikini mana bu yerda bitta qiz gapirdi, qo'shish kerak. Fidoyi, minnat. Minnat sizlar uchun Qanaqa qiladi-yu? o'zini ko'rsatish Yuziga solish nima deganda? Ta'na. Ta'na qilish. Odamgarchilik deyapman-ku men. Topinglar endi shuni. o'zi natijasi uchunmi? Hamma natijaga erishaman deganlar maytda ular. Bu yerda natijadan voz kechganlar. Yordam berish. Xizmat ko'rsatish. Har bir insonda xolislikka bo'lgan ehtiyoj bor. Bor. Mana shular qanchalik muhim bo'lsa, buniki ham bor. Faqat mana bu hammasini rasvo qiladi. Shuning uchun xolis qilaman degan hamma ishingizni dabdalasi chiqib boraveradi. Eringlarni juma kuni ko'chaga chiqarayotganda hushyor bo'lib turasizlar. Erkak kishi ertalab turadi, yuradi, tahorat qiladi, g'usulni qiladi, ko'chaga chiqadi. O'tgan safar ham aytib beramdim shuni. Svetoforda to'xtab turibdi. Bittasi taq, to'q, taq, to'q, taq, to'q, taq, to'q o'tib ketyapti. Endi qomat, mana soch, kiyim. Erkak kishini xayolida nimadir o'tdi, organizmda bitta bir o'zgarish bo'ladi. Bo'ldi, tahorat ketdi. Shu holatida namoz ham o'qib yuraveradi. Masjidga ham boraveradi, Qur'on ham o'qiveradi, ibodat ham qilaveradi. Siz xolis qilaman deb bir narsani ishni boshladingiz, shuni boshladingiz, yuryapsiz, ketyapsiz. Falonchi bilarmikan? Bo'ldi, pishdingiz. Alloh uchun qilish, boshqa uchun. Ha. Bo'ldi, ketdi, uxladi. Falonchi ko'rdimikan, eshitdimikan? Vaholanki bizda har sekundda bu narsa aylanadi. Adamga bildirib qo'ysammikin, ha? Erkaklar xotin bilsa edi, falonchi o'rtog'im bilsa bormi? Bo'ldi, ichingizda shuna o'sha narsa o'tdimi? Nafs bilan shayton birgalashib pechatni qo'ydi, xolislik yo'q. Siz nima uchun qilyapsiz? Va buni nomini nima deydi? Riyo. Xuddi shunday siz ham dars o'tayotganingizda zavj ko'rib qolsa edi dedingizmi? Bo'ldi, demak nima uchun qilyapsiz? Tan olinish uchun qilyapsiz. Hisobga oling. Tushuntira oldimmi? Endi va shu zo'r joyi bor, maza qilaman mana shu joyda. Tan olinish ehtiyojini to'g'ri nastroyga qilish uchun normalniy vaqt kerak. Qilsa bo'ladi. Tan olinish ehtiyojini to'g'rilamasdan turib rohat olishni xohlagan odamlarning holati qanday bo'ladi? U dam olgani bordi, rohatlangani bordi. Eri xotin maza qilmoqchi, rohat topmoqchi, nima bo'ladi? Da, normalniy obслуживание qilasanlarmi, yo'qmi sanlar o'zi? Hay, yashang. O'zini ko'rsatish, selfie, Instagram, stories, qaranglar erim nima olib keldi? Rohat yo'q o'tda, faqat nima kerak? Tan olinish kerak. Va mana shu holatda yashab o'tib ketib o'lib ketganlar davno tiqilib yotibdi, hozir ham ko'p. Tong otsin, hammasini ko'rasiz. Tan olinish ehtiyoji yopilmasdan turib azoblanish ehtiyojini ishlatganlarchi? Faqat jertva bo'lish uchun qiladi. Azoblanayotgan orqali ani opamiz aytdilar. Buni qarab qo'yib. Hammaga o'sha narsani ko'rsatadi. Da. Mana shunaqa qiynalyapman. Ana o'zi oyog'i soppa-sog'da, ana 3 oy oldin tikon kirganda ana shu.
shu ko'rsin-da, qiynalsin. Mashina deb kirgan tikon. U o'rni ham yo'q bo'lib ketdi. U tikon ham yo'q bo'lib ketdi даже. Tushunyapsizlar-a? Asli azoblanish o'sishda, rivojlanishda bo'lishi kerak edi. Egalik agar tan olinish nastroyka qilinmagan bo'lsa, to'g'rilanmagan bo'lsa, egalik qilish qanaqa bo'ladi? Maniki. Erkak kishi ko'zga tushgan xotini maniki, ayol kishi ko'zga tushgan kiyimi uniki. Ketdi. Erkak kishi ko'ziga tushgan yer, uy, territoriya hammasi uniki, ayol kishi ko'ziga tushgan borki taqinchoq uniki. Chunki egalik tan olinish bilan kombinatsiyada ishlaydi endi. Onasi deyapman-ku, keling yozib qo'yish, onasi. Xavfsizlik ehtiyoji agar tan olinish to'g'rilanmagan bo'lsa, qanaqa ishlaydi? Qara men qanaqa uy qurib qo'ydim. Qara men qanaqa tanishim bor. Mana tog'am kimligini bilasanmi? Ko'rsatibdi hammaga xavfsizligini. Qara men qayerda ishlayman. Qara meni pulim qancha, qara meni oyligim qancha. Qara menga kimdir nima olib beraman dedi. Ayollar, erim mamdek olib beraman dedi, bilasizmi? Tanishmi deyman, ha? Gul olganini qo'yayotganlarning ko'pchiligi xavfsizlik ehtiyojida. Chunki ersiz qolmaganini Yo, er faqat ularda bor edi. Yo'q. Gul beradiganlar borligini. Balki gul beradigan er faqat manda bor. вам виднее deydi-ku. Men endi xabarim yo'q bunaqa narsalardan. Sizlar bilasizlar-da endi. O'sish rivojlanish ehtiyoji, tan olinish ehtiyoji to'g'rilanmagan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? O'sha ikkingiz bir kurslarga borganingizda yoki So'ramasangiz ham gapiraveradi. Masjidga borganman men deb aytadi. Bilinglar, sizlar so'ramasa ham kimdir maslahat beryapsizlarmi? Shu yertasizlar. Tabriklayman. O'quvchi gapirmasa ham ko'chada o'sha olib nima salom bermayapsan? Men seni o'qituvchingman, sen bilasanmi sen? Yo bo'lmasa, ba'zida bo'ladi. O'zim ko'zim bilan ko'rganman. Ko'chada ushlab dars o'tib qoladi-da, mana bu mamdiki bo'ladi, mamdiki qilishing kerak edi. Sendan kimdir so'radimi? O'sha dars mobaynida qilinglar, o'shani hammasini. Iste'mol ehtiyoji. Tan olinish ehtiyoji to'g'rilanmagan bo'lsa, iste'mol ehtiyoji nima bo'ladi? Hamma yeyotgan narsasini e'lon qiladi. Hamma yotayotganini, kiyganini, kim bilanligini, nima o'rganganini. Ana qani edi? Mana shu kitobi. Ana takoy selfilar bo'lib qo'yadi. Ana случайно tushib qoldi-da bu kitobchi. Yo, xuddi bilmaydi-da boshqalarchi. Ana kitob o'qiyapti ekan. Yo'qsa kimnidir kursiga borganning sertifikatlari profilda turadi-ku. Sizlar ham buni bitirib qo'yib qo'ymanglar, iltimos sizlardan. Страховка qilib ketaman, tezroq ketishim kerak edi. Tushuntira oldimmi? Kim bilan o'qigan, kimni kursida o'qigan, qanaqa joyda o'qigan, nimada o'qigan, yo'qsa profilda ingliz tilida yuritib qo'yadi-yu. Ha? Ma'lumot jo'natgan bo'lishi mumkin. Yaxshi ma'noda. Instruktor bo'lsa. O'quvchilarga ma'lumot bersin. O'quvchilar yozadigan. Tegib ketdimi deyman-da. Yaxshiligini ko'rishdi. yaxshi o'rtog'iga ilmni qo'shini tashlagan bo'lishi mumkin. Men o'qidim, sana o'qi deganman. Hali bunaqa narsa ko'rmadim, uzr. Juda kam ehtimol bilan odam haqiqatdan foydali narsani bo'lishadi. Chunki oddiy misol. Shuna chiqdinglar, hamma uyiga ketdi. Qayerda bo'lishinglardan, qaysi viloyatda bo'lishinglardan qat'iy nazar, uylardagilar urushib, ko'chada yuruvdinglar, bunday qiluvdinglar, tosh-poshmi? Tilla bor ekanmi aytdi.
Ko'p ekanmi aytdi, titdingiz. Shuni e'lon qilasizmi? Qilmaysiz. Hech kim yaxshi narsani bo'lishni istamaydi. Bu qonun bu. Yaqinlaringiz emas. Ommaga emas. Oldin tilla topib ko'ringlar, keyin gaplashamiz. Men topganman, aytmaganman. His qilib ko'rganman uni nimaligini. Tushuntira oldimmi? Va nima o'rganayotgani, kim bilan o'rtoqligi, kim bilan gaplashgani, bugun bizni mana bunday odam bilan ajoyib uchrashuv kutyapti. O'zi u 2 dona podpischiki bor. Uchinchisi bo'lsa onasi bo'ladi. Bugun Instagram registratsiya qilib bersa. Voy xudoyim, ey deysiz-da. Tushuntira oldimmi? Iltimos bunaqa qilmanglar. Aslida mana buni borligini ko'rsatib qo'yadi. Shunda yarimta biror narsani, odamning holatini yarimta o'rgangan odam sizni ochiq kitobdek o'qiydi, profilingizga qarab. Ana men Allohga ishonaman deydi-da, men o'zim konsultatsiya o'taman. Shunda konsultatsiyani boshlanadi. Ana it, ana eshak, ana mol, ana mamlakat qildi, mana bu qildi. Qani Allohga ishonaman. Iltimos, sizlar millatni ko'zgusi bo'lasizlar. O'qituvchi, bu ustoz juda katta maqom. Bunaqa narsalarga ilakishib ketmanglar. Unaqa yozganlarning hayotini mendan so'ranglar qanaqaligini. Hech qaysi biri ko'rsatganidek emas. Ana mashhur ayollarni erinichi qo'lini mana shu tomoni, mana shu ikkita tomonichi mana shuncha bo'lib ketgan. Nimadan? To'yib ketgan mana shunday. Domogani boramiz, xotinmik bormayman. Ishonavermanglar ko'rgan narsalarga. Bor bo'lish ehtiyoji, agar tan olinish ehtiyoji to'g'rilanmagan bo'lsa, bu hammadan alamini olishni xohlaydigan odam bo'ladi. Bu jertva, bu alamini oladi. Tushuntira oldimmi? Qachonki birinchi buni to'g'rilaysiz, tartibga solasiz, keyin mana bungacha yetib tartibga solganingizdan keyin mana bu o'zi xolislik paydo bo'ladi. Men bu narsani hozir sizlarga to'g'rilash uchun aytmadim. Sizlarga bu narsani borligini bildirish uchun aytdim. Ya'ni har bitta o'quvchilar shu narsani ichida yashaydi. Shuni hisobini olishinglar shart. Qarshingizdagi odamni jinsini, yoshini, e'tiqodini tan oling. Yoshroq bo'lsa chiq andaqaroq bo'ladi. Qariroq bo'lsa chim andaqaroq bo'ladi. O'zingizga o'xshatishga urinmang. Tushunyapsiz-a? Misol uchun o'quvchilaringiz 12 yosh. 12 yoshli paytingizda sizga nima qiziq edi? Nechiga kirdingiz? 28 ga kirgan bo'lsangiz, 28 ga kirgan odam bilan 12 yoshli odamning farqi bor. Lekin biz mandaka bor deymiz-da. Mandaka o'qishing kerak, mandaka bilishing kerak. Yo'q, uni o'zini qiziqishi bor. Jinsini, yoshini, e'tiqodini hisobga oling bu. Biz, Ya masalan, farzandingiz qiziqishi nima bo'lsa ham qo'yib berishingiz kerak, qolmasa. Конечно. Nima xohlasa ham masalan. Uni misol uchun bitta narsa borda, biz ustozimiz juda mana bu diniy masalada qattiqda. Lekin meni o'g'lim odamning rasmini chizadi, chizaversin deydi. Nimaga? Hali u yosh bola. U rivojlantirib olsin, keyin uni shu ishini boshqa yo'nalishga yo'naltirsa bo'ladi. Biz nimadan boshlaymiz? Harom bo'l. Yo'q, shunaqa, ko'pda shunaqa. Men ham borganman vokal darsiga. Masalan, menda qanaqa matematika hammasi o'rgan, rassomga borsam, aktyorskiy masalan nima qilsam, birinchi maktabni yaxshilab to'g'rilab qo'y. Maktab bilimini to'g'rilab qo'y bo'ldi. Qolgani xohlagan ishni qil. Qachon ertaga ko'p narsa sirotda bo'lgandan keyin nimaga ishni qilmagan? Matematikalar bormi? Bormi? Mashq qilsin.
Ha, endi mayli, matematika bilan mavzuyim meniki. Asos xonasi. Ana sinus kosinuschi men o'rimda ishlatmayman. Sizniki miyangiz yashirib olgan. Yo'q, men ishlatmayman. Ishlatmasingiz. Men nima demoqchiman? Maktab programmasi bilan uyingizdagi narsani aralashtirmang. Bolangiz zo'r inson bo'lishini xohlasangiz, bir dona qoida bor. Zo'r inson bo'ling. Bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Bizda men o'zim realniy ko'zim bilan guvohman, quloqim bilan eshitganman, men bilan bo'layotgan voqea. Assalomu alaykum, Bismillah aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Men bo'yicha maslahatingiz kerak edi. Men bilaman-da kimligini uni. Ayol kishi. Endi sho'xroq ayol. Bu tom ma'noda sho'xroq ayolda endi. Har xil narsalarga qadam qo'yib yuradi. O'g'limni qori qilishim kerak. O'zing yo'lingdan qayt oldin. Qiyomatda boshimga toj kiydiradi-da. Ey Xudoyim, ey. O'zini mas'uliyatini kimga yuklayapti? Siz o'zingiznikini o'zingiz oling-da. Bolaga Olinadi, masalan, hamma uyda nimadir ba'zi hamma kitob o'qigan, nimadir qilgan, bolada qiziqish bo'lmayapti. Masalan, to'xtang. Hozir siz meni eshitmadingiz. Eshitib o'zingiz amalga boshlayapti deyapsiz, tushuntirman. Siz hozir bolani hamma qiziqishini mana bu vaziyat. O'ldirib bo'lgansiz. O'ldirib bo'lganingizni belgisi unda qiziqish yo'qligi. O'lib bo'lgan deyapman. Eshitmayapsizmi meni? Demak, oldindan o'ng oyog'ingni 2 metr 2 santimetr chaproq qo'y. Chap oyog'ingni qo'yasan. Uzr, men o'qituvchilar oilasida yashaganman. Men bilaman buni nimaligini. Tushunyapsizmi? Maktabda programmasini joyiga qo'yib qo'y. Maktab programmasini maktabda joyiga qo'yadi. Uyda emas. Men aytadi-yu. Men hayron qolaman. Uzr, aka, men shaxsiy meni fikrim. Nimaga vazifa beradi deydi-da. Ota-ona aytadi-da. Men uni qornini to'g'lab, ustini butlab maktabga yuborayotgan bo'lsam, nimaga maktab vazifasini uyda qilish kerak deydi. Men ulardan uyda uni kiyimini yuvib berdim, maktabga jo'natmayapman. Tushunyapsizmi? O'zi programmada majburiymi vazifa berish? Ne, gap unda emasda, biz uni xuddi o'sha vazifani real hayotda ishlatishga almashtiraylik-a. Zo'r narsa chiqadi. Lekin biz uni nima qilamiz? U maktabdan o'zi to'yib kelgan, u uyga kelib bola bo'lgisi keladi-da. Yo'q. O'tar darsingni qil. Tars kalsangni hozir deydi-yu. Shuni orqasidan bolada travma, shuni orqasidan bir narsa qilishga xohishi yo'q. Shuni orqasidan uzr, ovush bo'lib qolgan. Savollar. Bitta savolga vaqtimiz bor. Uchta narsa dedingiz. Nima dedim? Odam yoshini tan olish, Jinsini tan olish, yoshini jinsini, yoshini, e'tiqodini tan olish. Biz o'zimiz musulmonmizda nariga odam agar mabodo bir boshqa din vakili kelib qolsa, u odam emas-da biz uchun. Yo bo'lmasa, misol uchun aytaylik, ayol kishi ro'mol o'ragan bo'lsa, nariga ro'mol o'ramagan bo'lsa, bunday ayol bu. Yo'qsa ro'mol o'rab turib, o'ramasdan ro'mol o'raganini ko'rsa, bular bir narsaga kirib ketgan bo'lar. Iltimos, hammaniki har xil. To'g'ri tushuninglar va bu narsani o'quvchilarga nisbatan ham tan olinglar va ularni yoshiga qarab turib, sizlar ularni yoshida nima edinglar? O'zinglar nima edinglar? Shundan kelib chiqinglar. Men hozir o'rtacha yoshni hisobga oldimda 26 dan 30 oralig'ida.
Men o'rtacha deyapman. O'rtacha yoshni hisobga oldim. 26. Mana shu davrdagilar uchun gapiryapman hozir. Hazillar, prikollar. Hozir bu joyda o'sha 40 plus bo'ladigan bo'lsa, men umuman boshqa narsa gapiraman. Tushuntira oldimmi? Yana nima savollar bor? Bitta savolga vaqtimiz bor. Savol javob tugadi. Qaysi? Paka 3 tani hal qilinglar. Yo'q, mavzuda 3 kunlab o'tishi mumkin deysiz-ku. Ha. Chuqurroq, ya'ni qayerdan olgansiz uni? Qaysi kursiz? Menga kurs reklama qilish mumkin emas. To'g'risi. Profilimga kirib ko'ring, Instagramda. Qiziq bo'lsa topasizlar. Otim Muslim, familiyam Xoldar. Yana nima savollar bor? Yaxshi. Vazifa. O'zinglarnikini o'zinglarga qaytaraman. Maktabda maktab bor-a? Maktabga qaytasizlarmi? Bir hafta maktabda yurasizlarmi? Yaxshi. Yo'q-a? Unda uydagidan, ko'chadan topasizlar shu narsani. Bitta sinf o'quvchisini shunday olasizlarda, qaysi birida qaysi ehtiyoj glavniyligini topasizlar. Sinf bo'yicha. Bitta sinfni olasizlarda, xohlasanglar 45 minutda uxlatib yuboringlarda shunga sarflaylar. Uxlamaymiz deganda u sportdan so'radi. Labay? Uxla desiz. Yo'q. Bitta darsni yo'q qilib yuboringda, o'tmangda, shunga sarflang deyapman. Bolalar bilan gaplash. Ana endi mahorat sizlardan endi. Chunki bu darslardan asosiy maqsad sizlarga hamma narsani o'rgatish emas. Sizlarga qanday o'rganishni o'rgatish. Shunda qaysi ehtiyojga ko'proq suyanadi demoqchimisiz? Da. Endi 30 talik imkon qadar sinfi yoki 25 tadan yuqori bo'lsin albatta. Ism familiyasi falon ehtiyoj, ism familiyasi falon ehtiyoj. Ro'yxatini tuzib kelasizlar. Va statistika bo'lish kerak. 5% mabi, 10% mabi, 30% mabi. Nega? Mashinalardan topasiz. Mashinalardan. Hech qayerga bormaydiganlar mana shu gruppaning ichidagilardan, ana ichki yozuvchi ulardan topasizlar. Aytyapman, kursdoshlardan topaverasiz. Albatta. Minimalniy vaqti bor aslida. Har bitta ehtiyojni aniqlashning eng minimalniy vaqti bor, lekin minimalniy vaqtini men sizlarga talab qo'ya olmayman. Chunki men uchun misol uchun 3 dona gap kerak. 3 ta savol emas, 3 dona gap kerak. Yetarli. Sizlar har bittasi uchun yarim soatdan vaqt sarflaylar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana yo'q bu hisoblamanglar buni. Bu yo'q bu. Kamida nechta inson bo'lishi kerak? 25 ta. Sizlar umringlarga yetadigan narsa aytyapman men. 3,5 soat vaqt sarflagani jalkami? 4 soat vaqt ketadi yarim soatdan. Uchta gap degani, uchta gap talaba aytsa, o'shaga qarab qaysi ehtiyojni o'zlarini bilaman demoqchi. Bizga nima maslahat bera olasiz? Statistikani o'rganib. Orqaga qaytamiz. Va dardkash yashang. Har bitta darsimiz asli bir-biriga to'liq bog'langan. Aha, yaxshi bo'ladi. O'sha Kimnikini? Bironta darajada o'qigan Kimnikini? Hamma taniydigan odam. hamma taniydigan Keling siznikini aytib beray. Mana dizaynerlardan rangimda o'zgartirish funksiyasi bor, yuzingizda shunday o'zgaryapti-da. Oqdan fioletoviy tomon yuryapti-da. Ana kursorni yurg'izasiz unda.
juda katta bu auditoriyada taxminan 70% odamda faqat mana bu bor xolos. Shuning uchun ora-orada xohlasam, xohlamasam sizlarni tanib turibman. Katta qismida ikkinchi o'rinda mana bu turibdi. Uchinchi o'rinda mana bu turibdi. Qolgani почти yo'q, uzr. Menda asosiy maqsad sizlarda mana buni uyg'otish, ikkitasini. Agar men uyg'ota olsam, men dal shu men tugatgan taqdirimda ham sizlar o'zinglar yashang. Mana aytaman, maqsadim o'rgatish emas, qanday o'rganishni o'rgatish.